Salom do'stlar. Mening ismim Ivaylo Todorov va men Bolgariyadanman. Men Ruinhamd loyihasida nisbatan yaqinda bo'ldim. Biz qo'shilishdan oldin men tadqiqotga ko'p vaqt sarfladim. Ishi. Kompaniya taklif qiladigan mahsulot. Odamlar. Rahbariyat kimlar, ularning uslubi va ish uslubi. Bu ikkilanish davridan keyin siz o'shandan beri a'zo bo'lib qoldingiz. Ayniqsa taklif qilingan mahsulot. Shuningdek, kompaniyadagi shaffoflikdan. Odamlar bilan bir qatorda, ayniqsa Aleksandr Tkachenko. Men shunday edim. Mening talab va iltimoslarimga javob berish uchun yetarlicha sabrli. Shuningdek, menga mos joyni egallashimga yordam berishdi. Shu o'rinda mentorim Sergeyga ham minnatdorchilik bildiraman. U meni sabr bilan ishga kirgizdi. Shu tarzda men ishonch hosil qildim va 6 ta biznes o'rnini sotib olish bilan ish boshladim. Balki kompaniyaning mahsuloti haqida ham biror narsa qo'shishim kerakdir. Ular ijtimoiy tarmoqlardagi, xususan YouTube'dagi reklama haqida. O'qib chiqqan va izlagan tadqiqotlarimga ko'ra, ijtimoiy tarmoqlardagi reklama. Reklama biznesda tobora yuqori o'rinlarni egallamoqda. Umuman olganda, u keng auditoriyaga yetib boradi. Investitsiya qilingan mablag'ning ta'siri sifatida foydalanuvchilar ta'sir ko'rsatadi. Trendga ko'ra, u eng yuqori o'rinlardan biridir. Rivojlantirish uchun tez sur'atda yuqoriga. Bu meni loyiha ustida ambitsiya bilan ishlashga undaydi. Takror aytaman, men bu bilan nisbatan yangi tanishman, lekin o'zimga uni ko'plab yaqin do'stlarim va tanishlarimga tanishtirishni maqsad qilib qo'yganman. Do'stlar va ishbilarmonlar. Shuningdek, o'z biznesiga ega bo'lgan qarindoshlarim va tanishlarim, jumladan men ham. Va ushbu loyiha orqali biz tobora ko'proq foydalanuvchilarga murojaat qila olamiz. Ushbu fikr yo'nalishida. Menimcha, bu hali kompaniya rivojlanishining juda erta bosqichi. Men kompaniyaning kelajagini oldinda ko'raman. Xuddi shunday. Agar shunday deyishim mumkin bo'lsa, tez o'sish. Shuning uchun men shunday deb o'ylayman. Bu yerda bo'lganlar va kelajakdagilar ko'proq va ko'proq harakat qilishdan tortinmasliklari kerak. Shuning uchun ular kompaniya shuhratini qozonishadi. Shunga ko'ra, mahsulot yaxshiroq taklif qilinishi kerak. Va iloji boricha tezroq. Ikkilanayotganlar tezroq qo'shilsa yaxshiroq. Shunda matritsa boshida bo'lishadi. Juda ko'p odamlar keyinroq to'ldirishlardan tuzilmani oladi, lekin bu eng muhimi emas. Eng muhimi, bu mahsulotning o'zi, u rivojlanishi kerak va aynan mahsulot kompaniyaning rivojlanishiga kuchli turtki beradi. Shuning uchun barchaga yanada muvaffaqiyatli ishlashda muvaffaqiyatlar tilayman. Aleksandr va Sergeyga qo'llab-quvvatlaganlari uchun yana bir bor minnatdorchilik bildiraman. Va umid qilamanki, tez orada natijalar yanada yaxshi bo'ladi. Barchaga omad.